Hoca aka uyni zo'ridan topib qo'yganda umidingiz mana shunaqa shikalat variant chiqib qoldi aka. Qarang, o'zini domofonlari bor. Hovlimizdagi ikkita mashina qo'yish imkoniyati bor. Uyimizni qarang, chiroyliligini qarang buni. O'zini balkonlariga ega bo'ladi. 2,5 sotuli 5 ta xonadan iborat xonadonimizni ichkari kirib ko'rib chiqamiz. Kirib kelishimiz bilan bizani shunaqa katta zal qismi kutib oladi. Mana remontlariga e'tibor berib qo'ying aka. Remontlarga chiroyli pardalardan qo'yib qo'yilgan. Televizor uchun joylari qo'yib ketilgan, chiroyli mana divanli zonalari qilingan, chiroyli lustralar qo'yilgan. Remontiga bitta like bosib qo'yasiz, bitta like. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Ozgina videomiz cho'ziladi. O'ng tomondan ko'radigan bo'lsak, ayollar sevimli bo'lgan oshxonasi bo'ladi. Haqiqiy sevimli bo'lgan oshxonasi. Domofonlari qo'yib ketilgan o'zini. Bu yoq tomonda mana pech ko'rishimiz mumkin. Yonida gaz plita, idishni yuvish uchun. Bu yoqda mana посудомоечный, yonida mana kir mashinamiz bor. Nimaki kerak bo'lsa hamma narsa qilib ketilgan bu xonadonda. Bu yoq tomonda mana tashqariga chiqishimiz mumkin ko'chaga. Xolodilniklar qo'yilgan. Remontlariga e'tibor bering. Buni remontlariga xonadonimiz 5 xonadan iborat bo'ladi. Keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. O'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. O'zini mebellari bilan, mebellariga e'tibor bering. Yaxshi mebellardan yasatilgan, chiroyli qilib pardalargacha ilib ketilgan. Bu yerda faqat kirib turib yashab berishingiz bo'ldi aka. Faqat yashab berish kerak. Birinchi qavatimiz uchun mana sanuzel qismimiz bo'ladi. Yaxshigina o'lchamda, kattagina. O'ng tomondan orqa hovliga chiqishimiz mumkin. Orqa hovliga chiqishimiz bilan o'ng tomonda letniy kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Shunaqa chiroyligina qilib letniy kuxnya yasab qo'yilgan, tepalari yopilgan. O'ng tomonda bizga tapchan qo'yishga kattagina joyimiz bor. Bemalol tapchani qo'yib, yozgi kunlarda suvni sepib qo'yib, oshna-og'aynilar kelgan paytda gaplashib o'tiradigan joy bo'lgan. Yon tomondan podvalga tushib chiqamiz. Podval qismini ko'radigan bo'lsak, bu yerda folkalar qilib turib, bankalar terishga sharoit qo'yib ketilgan. To'k o'lchaydiganlari uyimizning yuragi shu podval qismida joylashgan bo'ladi. Kotelo yonida broilerlari qo'yib ketilgan. Endi ikkinchida chiqib ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimizda bizani shunaqa chiroyli dekorativniy lustralar kutib oladi. Biralarga e'tibor berib qo'yasizlar. Perillalarga radiatorlar bor. O'zini sanuzel ikkinchi qavat uchun yaxshigina o'lchamda o'zini ichida dushovoy kabinkasi bilan ikkinchi qavatimiz 3 xonadan iborat bo'ladi. Birinchi xonani ko'rib chiqadigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi yaxshigina o'lchamda. Bu ham mebellarga e'tibor bering. Yaxshi mebellardan yasatib qo'yilgan, televizor qo'yish uchun sharoitlar qo'yib ketilgan va keyingi zal qismimiz bo'ladi. Ya'ni ayollar va erkaklar отдельно o'tiradigan bo'lsa, bu yerda ayollar uchun zal qismimiz 25 kishini bemalol kutib olish imkoniyati bor. Lustralarga e'tibor berasizlar. Juda ham yaxshi remontlardan qilingan. Agarda yosh kattaroq o'g'lingiz bo'lsa, uylantirsangiz, bu yerda zal mana kelinga yana bitta spalnya qismimiz bo'ladi. Yaxshigina o'lchamda spalnya qismimizni ko'rishimiz mumkin. Mebellarga e'tibor berasizlar. Yaxshi mebellardan qo'yilgan, televizor uchun sharoitlar qo'yib ketilgan, o'zining tumbuchkalari, divanlari, komodlari yaxshi lustralardan qo'yilgan. Akalar, xonadonimiz 2,5 sotuli 5 ta xonadan iborat bo'ladi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani, Xonobod mahallasi, Sultonobod ko'chasi bo'ladi. Yon atroflarimizda maktab, bog'chalarda muammo yo'q. Bozorchalar, magazinlar ham bor. Ko'chamizning boshida 5-600 metr oralig'ida metro bor. Shahar Liboy burchiga yetib olasizlar. Xonadonimizning boshlang'ich narxi 180 ming belgilanyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiramay telefon qilib ko'rasizlar.